Jigarim, siz to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Men qo'y ko'tarilardim agar akkauntim bankga kirmaganda. Men qo'y tanilardim agar $11,000 minusga kirmaganimda. Sizlar faqat 11,000 haqida bilasizlar, boshqa narsani bilmaysizlar. Adminlardan chopilganlarim, turklarga uxlaganlarim, sizlar bilmaysizlar bu haqida. Da bitta minus gentra deb hammanglar bilasizlar-yu, odamlar 1 million podpischikli akkauntlarini bitta gentraga almasha olmayapti. Undan ko'ra o'sha $11,000 ga qanchalik rasot qilib, qanchalik gif konkurslarga qo'shib, qanchalik ko'tarilsam bo'ladi. Mantiqan logishni o'ylaylar. Etak men kecha akkaunt haqida gapirganim, akkaunt rentga emas, sal xato gapirib qo'yman, rentga emas, nominglarda ko'tar, nominglarni tanitib o'ynab beramiz demoqchi edim asli. Tayyor rezultat holatda kirgizib, u bu narsa qilib emas. Men oldingidek yemagan somsamga pul to'lamoqchi emasman jigarlar. Men shu kommentdan keyin juda xursand bo'ldim. Men yaxshi ham akkauntim bankga kirib ketibdi dedim. Agar umuman ko'tara olmaskanman deb o'zimni xursand qilib qo'ydim. Rahmat motivatsiyangiz uchun jigar. Jigar, sizga ham bitta maslahat beraman. Managidan qimmat akkaunt olingdagini bankga qiyin ko'tarilib ketasiz jigarim. Bosi omad.